Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan qopga kartoshka ekish necha pulga tushadi, bir qopdagi kartoshka necha kilogacha qilish mumkin, shular haqida ma'lumot bermoqchimiz. Gapni ochig'i, biz bu sohani ustasi emasmiz. Hozir biz qopga ekilgan, bular hammasi eksperiment uchun ekkanmiz. Bizni bunga undagan narsa O'zbekiston 2024-yil noyabr oyida, yanvar oylarida chet eldan import qilingan kartoshkalar qariyb 53 million dollarlik kartoshka import qildi. Endi bizni sharoitimiz kartoshka ekkani hamma yo'q yaxshi sharoit zo'r, misol uchun quyoshi bor. Nima eksangiz zo'r bo'ladi. Nima sababdan kartoshkani import qilamiz? Men shunga hayronman. Shunga agar qolgan joylar yaxshi unumdor tuproqlar bantur, yaxshi kerakli mahsulotlarman, lekin shunchaki qopga kartoshka ekib quruq tosh ustiga qo'yib qo'ysangiz ham, yo bo'lmasa ko'chalarimizga ekib qo'ysak ham, kelinlar suv sepgan chiqqanda, eshik supurgan chiqqanda qarab qo'ysa ham o'zi yegiligi chiqib qolmaydimikin degan maqsadda biz buni ekdik. Buni eksperiment sifatida ekdik. Endi xudo xolasa ko'rib, hisob-kitobini qilib, agar shu proyektimiz o'zini o'zi oqlaydigan bo'lsa, mayli foyda qolmasa ham, lekin 3-4 ta ayol qilib ko'chalarga, bo'sh joylarga pul tikib, masalan kartoshkalarni ekib, misol shu 53 million dollardan qaysi bir qismini O'zbekistonda olib olsak, qancha yaxshi. Misol uchun bitta mard yigit chet elga chiqib olib 500 dollar pul topaman deb hazaka mehnat qilmaydi-da. Oilasidan, bola chaqasidan, ota-onasidan uzoqda it yotda ishimizlar turish qilib ishlashadi. Endi bizda dangasallikmi yo nima ekan, shuni biz balkim iqtisod tomonlama to'g'ri kelmadi, sotib olganimiz arzon tushar. Shuni bir eksperiment qilib ekib ko'rdik. Tushunganlar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda o'z fikrini qoldirsin, bo'ladi yo bo'lmaydi, qanday qarash kerak, nima qilish kerak, bizga aloqaga chiqib o'rgatsa ham mayli, kerak bo'lsa o'zimiz boramiz. Biz bundan maqsad foyda emas, katta foyda ko'zlamaganmiz. Umuman o'zini o'zi oqlamashi ham mumkin. Biz maqsad, misol uchun shu mash proyekt qoplaydigan bo'lsa, o'zini bir 2 ta, 3 ta, boring 10 ta ayol o'zi ish bilan ta'minlasa ham, biz foyda ko'rmasak ham pul tikib, mana shu bo'sh joylarda eda-beda, misol uchun adirliklar bor, suv chiqmaydigan, misol ko'p suv ketmasa kerak bunga ham. Yo bo'lmasa ko'chalarga, har bitta xonadan tashqi ko'cha qismiga 10 kop, 20 kop, 10 kopdan 20 kop ekib qo'ysa ham, o'zini o'zi ehtiyojini qoplashi mumkin. Shuni biz taqdim qilmoqchimiz. Endi bu yoqni vaqt ko'rsatadi, bo'ladi, bo'lmaydi. Biz sizlar bilan albatta nima qilib boramiz, yoritib boramiz bu holatlarni, qanday qarayapmiz, nima solyapmiz, nima qo'yyapmiz, hammasini yoritib boramiz. Endi bitta qopga net pul ketganini hisob beradigan bo'lsak, o'zi asli bu qishloq sharoiti bo'ladigan bo'lsa, bunga pul ketmaydi, urug' olsangiz bo'ldi, qop olsangiz bo'ldi. Endi bizda mana chirindilarimiz yo'qligi uchun bego'mi sotib oldik, kilosini 1200 so'mdan. Shuni hisobiga bizning qoplarimiz sal qimmatroq tushib qoldi. Endi hozir bizda ayollarimiz kuzlari daraxtlarni barglarini shipirib yoqishadi, zo'r yoqishadi. Endi keyin havo ifloslanib ketdi, nafas olmayapti. Shunga o'xshagan gap so'zlarga bu ham bitta uchun hissasini qo'shadi. Misol uchun bu chirin barglarni to'plab turib bitta joyga bosib qo'yadigan bo'lsa, o'zini chirini bo'ldi. Shunaqa u narsa eksa bo'ladigan holatga keladi. Mashlardan foydalanib, agar qoplarga kartoshka yo bo'lmasa bodring, pomidor nima ekib bo'lsa, misol uchun men ogorodim yo'q, foydalansam bo'lmaydi deb uxlamasdan, yuradi bo'ladigan bo'lsa, ekib turib, ozgina mehnat qiladigan bo'lsa, kartoshka ham, bodring ham, pomidor ham olsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xo'p, endi necha pul tushganiga keladigan bo'lsak, bitta qopimiz 1000 so'mdan qop sotib oldik, donasini. Begomisimiz hozir oshib qoldi, yana buni xo'mlab turib, yana xo'mlab sekin ko'tarib xo'mlab chiqqandan keyin sekin xo'mlab ko'tarib boramiz. Yana ozgina olib qo'ydik. Begomesda yarmidan ozrog'ini olib qo'ydik. Hozir bir yarmini shunaqa qilib qoplarga ekdik. 400 ta qopga ekdik kartoshka. Kartoshka mana bunaqa holatdagisini ekdik. Endi har bitta qopimiz hisoblasak 10 ming so'mdan tushdi. 10 ming so'mdan tushdi. Endi bu har bitta qopdan mo'ljallab turibmiz, 10 kilodan kartoshka mo'ljallab turibmiz. Xudo xolasa endi yaxshi niyat, endi ko'ramiz, o'zini oqlaydimi ko'ramiz. Endi buni qopga ekib ko'rganlar bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqsa, o'rgatsa, yo bo'lmasa bor kerak bo'lsa o'zimiz o'rganib kelamiz. Biz bu sohaga qattiq bel bog'ladik. Vaholanki o'zimiz ishimiz umuman boshqa qurilish sohasida. Xo'p, buni ekish jarayoniga begomesga turpoq aralashtirdik. Oddiy sariq turpoq aralashtirdik. Endi biz turpoq sotib olganimiz yo'q. O'zimizning mashinamizda borib enamidan topib kelib aralashtirdik. Unaqa ko'p ketmaydi ekan. Keyin apelka aralashtirdik. Sholini qipig'i deb qo'yadi.
sharida apelga ham aralashtirsangiz bo'laveradi. Bu to'pon, sholi to'pon ham deb qo'yadi. Tegir sholini, tegirmondan chiqqan to'ponlar bor. O'shani aralashtirdik. Ular ham pulga bermaydi, bekorga. Ularni aralashtirib ekdik. Ekish jarayonlarini ko'ryapsizlar. Mana shu aralashtirib ekib qo'ydik. Nasib qilsa, buni har kunligini emas, misol sharoitga qarab 10 kunda, 15 kunda bir qator yoritib berib turamiz. Buning uchun biz yo'qotmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Kanalimizda juda ham foydali videolar ko'p. Obuna bo'lishni unutmang. Barchalarga rahmat.